Adashib qolmaylar, mana qaranglar. Ko'rdinglar? Bunaqa bemalol qilishadi. Hozir bozorda arzonlarni sotyapti, bora. Aytgancha, agar sizlarga mashg'ulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol qo'rqmasdan, cho'chimasdan, xudo xolisa pastga proching bossanglar yoki kommentariyga plyus belgisini qoldirsanglar, o'zimiz bilan yaroq ish qilamiz. Voy, blin! Tezroq bo'la qoling, aka. Turgan mashinani urasizmi? Yaxshimisan? Mana ko'rmaysanmi? Turgan mashinangga ur. Mayli, palakat o'rtoq. O'rtoq, yaxshi bitta urulikka olib bormasang bo'lmaydi, bor, cho'ta ezildimi deyman. O'rtog'im yaxshimi? Uni suv chiqarish kanali qattin o'sha narsaga tegan predmetganda shuni hisobiga jarohat olgan. Bu egar juda zo'r narsa-ku o'zi, lekin taxtali ekanda. Производительni bergan sxemasi bo'yicha va uni materiallari bo'yicha qilingan. Bizada o'sha tekshiruvdan o'tkazilgan. Jinsiy o'sha funksiyalarni tiklab berishda, sidoni naporlarini to'g'irlab berishda, o'tgan o'sha odam chuvstolarini tiklab olishga juda yaxshi yordam beradigan narsa. Endi siz ko'rsatayotgan narsa bu demak qalbaki buni bo'ladigan ta'siriga ham katta shubha bo'ladi. Adasi, mana bunimi? Ha, bumi. Buni boya o'rtog'im bilan doktorga borganda oldim. Zo'r ekan, men mashinada ko'p o'tiradilar bo'ladi-yu. O'shalar griza bo'lmaydi, gemoroy bo'lmaydi, keyin erta bo'shanib qo'yotgan, hozir ko'p odamda uchrayapti mana shu narsa. Yosh kattalardan ayniqsa. Ana o'shalarga ham juda foydali ekan. Xohlasang kresloda, xohlasang mashinada bo'lsang ham o'tirib bemalol mashinadan lecheni olsang bo'lar ekan.